Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli aziz nuroniylarimiz, bugun dasturimizga ustoz san'atkorimizni taklif etganmiz. Hozir ayni damda bir chiroyli qo'shiq tinglaydigan jarayon fursatlarimiz keldi. Hurmatli tomoshabin do'stlar, bugungi dasturimiz mehmonlari bevosita sizni ham mehringizni, havasingizni keltirishayotgan bo'lsa ne ajab. Lekin hozir men sahnamizga taklif etadigan inson ham san'at olamida uzoq yillar mobaynida xizmat qilib kelgan, elimizni yaxshi kunlarda o'zlarini kuy-navolari bilan qalblarini romaylagan ustoz san'atkor Baxtiyor Abdullayevni gulduros qarsakiylar bilan taklif qilamiz. Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Sizni bugun mana shunday ulug' insonlar dargohida studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Aziz do'stlar, menimcha bu insonni, bu san'atkorimizni tanimaydigan tomoshabinlar kamdan kam bo'lsa kerak. Balkim mana shu aziz insonlarimizni, nuroniylarimiz ham yaxshi kunlarda xizmatda bo'lgan bo'lsangiz ne ajab. Ana endi mana shunday insonlarimiz uchun, tomoshabinlarimiz uchun qanaqa qo'shiq ijro etib berasiz ustoz? Sho'xroqdan bo'lib qolsin. Sho'xroqdan, kayfiyat bobidan, Mayli. Marhamat. Qasqachalar ham bo'lishadi. Marhamat. Birgalikda tinglaymiz. Ko'zini uzolmay qolar, shirin hayollarin buzolmay qolar. Ko'zgudan ko'zini uzolmay qolar, shirin hayollarin buzolmay qolar. O'z husniga o'zi to'yolmay qolar. O'z husniga o'zi to'yolmay qolar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. Ko'zlari chaqnagan yulduz bo'ladi, qayrilma qoshlari qunduz bo'ladi. Ko'zlari chaqnagan yulduz bo'ladi, qayrilma qoshlari qunduz bo'ladi. Husni malohatda tengsiz bo'ladi. Husni malohatda tengsiz bo'ladi. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. Suvlar sochadi, rayhonlarin atri dilni ochadi. Saharda ko'chaga suvlar sochadi, rayhonlarin atri dilni ochadi. Sovchi kelsa darrov chipga qochadi. Sovchi kelsa darrov chipga qochadi. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. Suluv bo'lib suydirib qo'yar, sehrlab tillarini tiydirib qo'yar. Suluv bo'lib suydirib qo'yar, sehrlab tillarini tiydirib qo'yar. Meni yigitlarini kuydirib qo'yar. Meni yigitlarini kuydirib qo'yar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar. 18 yoshiga to'lganda qizlar, sevgiga mubtalo bo'lganda qizlar.
Rahmat, qarshidagilar bilan olqishlab qo'yasiz. Tashakkurlarimizni izhor etamiz.